oilamiz a'zolari, barcha ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarimiz. Mana navbatdagi high-tech fason skromniy darvozamizni o'zimizga olib kelib qo'ydik. Darvozamizda ishlatilgan materiallari, qanaqa kraska sepilgan, qaysi lakdan sepilgan manzillarni xudo xolisa qisqacha obzor qilib o'tamiz. Bu darvozamiz Vodiyga emas, Vohaga emas, o'zimiz Toshkent viloyati Qibray tumaniga olib kelib qo'ydik. Darvoza zakazga binoan qilingan, rushniy работалар, qo'l mehnati darvoza. Bo'lganda 3 qavat bo'lgan. Chunki menga baquvvat bo'lsin Nodirbek, yaxshi materialda qilib bering deb zakaz qildilar. Bo'ldi aka, beraman dedik. Mana olib kelib ustunovka sinib qilib, mana batamon tugatdik. Mana ustunovka jarayonlarini ham xudo xolisa kuzatib borasizlar. Qanaqa qilib o'rnatilgan. Buni razmerlariga kelsak, razmerlari darvozani 3,5 metr eniga bo'lgan, 2 metr bo'yiga bo'lgan. 3,5 metrga 3 metr. 10,5 kvadrat narsa. Darvozani oldi 1,8, o'rtasida yana 1,8 pulsoy. Uni orqasidan shunga qilib turib 1,3 yopilgan. Stikerlarda solingan, mana umuman haligi shum degan narsa yo'q. Shov dovush ham kirmaydi, shovqin ham kirmaydi. Darvoza o'zini razmligi ham o'ta og'ir. Nihoyatda og'ir ekan, o'zlari qarashib qo'ydi xonadon egalari. 5-6 kishi kelib ko'tardik, xudo xolisa bitta qanotini o'zini og'irligi uchun ancha haligi qiynaldi qo'ygani. Xudo xolisa mana materiallar hammasi aytgan materialda qilib berilgan. 1,8 pulsoy 2 qavat, orqasi 1,3 listdan qoplab berilgan. Ranglariga kelsak, ranglari mokr asfalt. Bu joylarga dipga qilingan joylarga qora kraskadan glansvit lastik turib ajratilgan. 2 profil orasiga ham qora kraska sepilgan, isti dipga bilan ajratilgan qora kraska sepib qilib berilgan. 32 trubadan mana o'ziga yarasha ruchkalarda qo'yib berilgan. Karon orqali qo'yib berilgan. Pesh buruniga kelsak, pesh buruni 3,2 profil, buni stilasi ham o'ta qalin. Lazer gul 1,8 listdan lazerda chizdirib turib, archasimonda shaklida. Mana buni shunday loyihada qanday bo'lsa, ana shunday qilib berdik. 1,8 bu ham toza. Yondollari 10 brus profildan stenasi qalin, ikkala yoni 10 profil ishlatilgan, tepasi 10/5. Uni ham stenasi qalin. Oyog'ining tagi o'sha ezilmasligi uchun, chirimasligi uchun shivellar qo'yib berilgan 10/5. Darvozamizni qanotini o'zimizni Toshkentda o'zi ko'pchilik darvoza ustalari ham bilishadi. Ikkala qanoti tashqariga ochiladi, kaltkam ichkariga ochiladi darvozamizda. Vodiy bilan Vohada ichkariga ochiladi. Ikkala katta qanot, kaltkam ichkariga ochiladi. Kalitkamiz 90 sm, nihoyatda ochilib yopilishlari yengil mana. O'zlari akam ko'rib oldilar. Mana darvozamizni ham ochib ko'rsatamiz mana. Ikkala katta qanot. Darvozamiz nihoyatda ertangi o'tirib, menga qo'llab so'rab qilib berdi. Ochilib ketish, yopilib ketish yo'q. Oxirgacha surib chiqma. Bo'ldi. Tegadi, ta'minga. Chunki old tomoniga chiqarib tayyorlaganmiz, darvozani. Ankasini. Nodirbek ichkariga qo'ysangiz, bunday bo'lib qiyish bo'lib qolmasin degan. Bo'lib yoqsin deganlar uchun mana orqa tomonlari mana ko'zlari ko'rishlari mumkin. Darvozaxonamiz kattaligi uchun qorong'ulik qilib qo'yadi. Mana bu 1,3 listdan bir xilda oldidagi kraskadan bu orqasidan ham sepilgan. Birbatek sepilganmiz. Qolsa ko'rishlari mumkin. Oyog'ini tagishi edi. 1,5 darvozamiz ichkariga emas, tashqariga ochilgani uchun 1,5 profilda buni ichkari tomonga qo'yamiz. Tashqariga qo'yib bo'lmaydi, chunki 10 profilda yuzi bilan teng bo'ladi qanotimiz. Shuning uchun 1,5 zazorni yo'qotish maqsadida ichkariga qo'ydik. O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor. Olib borib yetkazib o'rnatib beramiz. Qo'shni davlatlarga, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonlarga xudo xolasa dastlabkamiz bor. Uni zakazga binoan yasaladi. Olib borib o'tkazib, o'rnatib, usulga qilib beramiz. Kimga qanday fason kerak bo'lsa, Shohona, Samarqand fason, mana shunaqa high-tech fasonni yangi loyiha chizib turib, o'zimizning loyiha asosida yangilik qilib, yangi fasonlarni xudo xolasa taqdim qilamiz. Agar bo'laveradi deysa, uni ham qilib berilaveradi. Endi shu xonadonimiz egalari keling, Sheralaga o'zingizni fikringizni bildirib yuborsangiz tomoshabinlarimizga. Assalomu alaykum. Charchamasdan, mazangiz yaxshimi? Tuzumsiz? Darvozalar qulluq bo'lsin aka. Yurib nasib qilsin. Mana xonadonimizga olib kelib qo'ydik, mana ertaman nomi o'zingiz ham shaydasiz. Nimaiki narsa bo'lsa muhayyo qildingiz. Albatta to'g'ri bering aka dedik.
narvon to'y bering dedik. Hamma narsani Xudo xohlasa ko'tarishib, qarashib qo'ydingiz. Endi bir tomoshabinlarimizga bir o'zingiz fikringizni bildirib olsangiz, qay holatda zakaz qildingiz-u? Yetib kelgani. Umrlarni shu YouTubedan ko'rib, ishlarni ko'rib, umrlarni olib shu o'zim xohlagandek narsa keldi. Ayniqsa rangi, fason o'sha o'zim aytgandek rangi ham o'ziga yarasha bo'lgan. Darvoza yoqqanda yuzingizdan bilsak ham bo'ladi, ha? Loyihaga o'xshatdim, o'sha loyiha asosiy Loyiha asosida bo'lgan. Ko'ningiz to'ldi, ha, darvoza. Endi o'sha loyiha asosida ko'rsatilgan narsaga ko'rganda hamma joyi. Oson emas, materialda ham ayting tomoshabinlarimizga. Qanaqa material ishlatilgani haqiqiy. Men ochig'i bunaqa og'ir narsa keladi o'zim bo'ldi. Qoyada tushiradi. Og'ir. Sifatli narsa bo'lgan uchun og'ir narsa bo'lgan. Puli ham Xudo xohlasa qoniqarli, ha? Ko'ngildodek, ja qimmat ham emas. Puliga yarasha mehnati bo'lgan, mehnatiga yarasha darvoza bo'lgan, chiroyli chiqqan rahmat bor. Ko'nglingiz to'ldi. Biror yerda bir defekti, bir haligi Hammasi joyida. narsasi yo'q, ha? Hammasi yaxshi. Gapsiz yo'q. Xursandmiz axir. Sizlar ham yaxshi. Charchamang aka, bergan pulingizga rozi bo'linglar. biz rizomiz. Bergan pulingizga aka rizo bo'lib qo'ying. Chunki siz bergan pulda aka biz bola chaqa rejalarimiz oz-oz qoladi. O'shancha baraka topamiz aka. Siz rizo qilsangiz, lekin baraka topamiz aka. Sizga odamlarga xotin bo'lmagan sizlarga rahmat. Sizga ham buyurib nasib qilsin. Xudolar aka to'ylar qilib, hojilarga borib, ota-onani olib, hojilarga borganingizda katta ochib tursin. Yaxshi joyga ochib yo'q aka. Charchalang. Mana tomoshabinlarimiz mana ko'rdingiz. Irallagan mana xonadonning egalari o'zlari zakaz qiladilar. Ko'nglingiz agar chopsa, nomerimizni qoldirasizlar, bemalol maslahat qilsalaring ham maslahatimizdan beramiz. Misol qilib ber desalaring, qilib ham beramiz. Ko'nglingiz chopsa qilib beramiz. Xudo xohlasa mana ko'rdilaring. Videoyimiz darvozamiz yoqqansa, bir donadan layklayingni, ayamasizlar degan umiddamiz. Obuna tugmasini ham bosib qo'ysalaring, yangiliklarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga nasib qilasizlar. Yaxshisi qanaqa qilib qo'ydim. Aha. Ochig'ini ayting, Sherali aka. Ko'pchilik ishonmaydi barobarda. Nomer orqali gaplashdim, nomer orqali zakrab endi razmer olib keldim. Haqiqat. Xullas ishonardi. Aha. Gap yo'q shu yerda. Sog' bo'ling. Charchamang aka. Salomat bo'ling. Yaxshi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, yaxshimisiz?